Har kuni televizor pul mukofotlari, har hafta maishiy texnika to'plamlariga ega bo'lish imkoniyati endi Mening yurtim telekanalining har bir tomoshabinida bor. 24-noyabrdan start olgan omadli tomoshabin mega aksiyasi davomida berilgan shartlarni to'liq bajarib, yuqori ball to'plagan muxlislarimiz qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishmoqda. Aksiyamizning navbatdagi g'olibi sirdaryolik yurtdoshimiz bo'ldi va u maishiy texnikalar to'plamini qo'lga kiritdi. Telekanalimiz tomonidan efirga uzatilayotgan omadli tomoshabin loyihasida navbatdagi omadli ishtirokchi aniqlandi. Bu safar omad Sirdaryo viloyatida yashovchi Shohida opa Yusupovaga kulib boqdi. Telekanalimiz muxlisi bo'lgan ishtirokchi haftalik sovg'a maishiy texnikalar to'plami sohibasiga aylandi. Mening YouTube kanalim, sevimli kanalim, kuzatib boraman. Hamisha xursand bo'ldim, maqomim chiqdi. Rahmat, omadli ishtirokchi bo'ldim. Kirmoshni televizor muzlatgich yutib oldim. Xudo xolasa davom ettirmoqchiman. Bosh sovrinni xudo xolasa yutmoqchiman. Uydagilarim xursand, rahmat. Yangi yil bayrami arafasida yo'lga qo'yilgan ushbu loyihada har kuni 16:00 dan 18:30 ga qadar telekanalimizni tomosha qilish orqali ekranda paydo bo'ladigan maxsus kodlarni belgilangan botga 1 daqiqa ichida to'g'ri yuborib, omadli tomoshabinlardan biriga aylanishingiz mumkin. Loyihada ishtirok etib, siz ham turli sovg'alarni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Chunki aksiya 26 dekabrga qadar davom etadi.